Bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi darajadan boshlaymiz, ha? Charchamaysizlarmi? Charchadingiz? Yo'q, ketdik. 0.8 s tezlik bilan uchayotgan raketalar 24 soat vaqt o'tsa, yerda necha soat vaqt o'tadi? Qaranglar, bitta narsani sizlarga beray, eng ko'p ishlatiladigan tezlik. Qarang, agar tezlik 0.8 s bo'lsa, ildiz osti 1 minus v kvadrat taqsim s kvadrat 0.6 ga teng bo'ladi. Agar tezlik 0.6 s bo'lsa, ildiz osti 1 minus v kvadrat taqsim s kvadrat 0.8 ga teng bo'ladi. To'g'rimi? Ana 0.8 s ni kvadrat, s kvadratlar qisqaradi, 0.64, 1 minus 0.64, 0.36, 0.6 chiqadi. Beraymi mana 0.6 kvadrat 0.36, birdan ayiramiz 0.64, 0.64 dan 0.8 chiqadi. Esda qoladimi? Juda oson, qarang, eng ko'p ishlatiladi. Shu savollar qaranglar, shu nechinchi yil tushgan, uni qarang. Bu 2001-yilga 96-yilda ham tushgan savollar bor-da. Shu yil ham tushgan savol bor, yana shu 0.6 tezlik 30 yildan beri shu. Buni sizlar endi hisoblab o'tirmasliklaringiz kerak. Demak, tezlik 0.6 s bo'lsa, ildizni ichi s chiqadi. Tezlik 0.8 s bo'lsa, bu 0.6 chiqadi. Tushundingizlarmi? Esda qoladimi? Tamom, shu bilan ketaverasizlar. Demak, 40 soat o'tgan bo'ladi, ha? U yerda sekinlashgan bo'ladi. Lekin u nazar sezmaydi. U 24 soatdek o'tdi deb o'ylaydi kemani ichida. Kelsa 40 soat o'tib ketgan bo'ladi. Tinch holatdagi uzunligi 100 metr bo'lgan sterjin biror sanoq tizimida 1.8 darajasi 8 metr taqsim etdi. Nechisi? Nechisi? 0.6 s. Demak, ildizni ne chiqadi? 0.8 chiqadi. Shu tizimda uni uzunligi, demak, bu 0.8 bo'lsa, 80% qoladi. Tushundingizmi? Tamom. 8000 santimetr bo'ladi. To'g'rimi? 80% qolsa. 100 metr edi-ku. Tushundingizmi? Juda oson, ochko olasizlar bu savollardan. Tushunyapsizmi mana? Proton ildiz ostida 0.75 s tezlikgacha tezlashtirildi. Ha. Necha bo'ladi? Qaranglar, shunaqa narsalarni endi olinglar o'zlaringizga. Ana. Demak, tezlik ildiz osti 0.75 bo'lsa, ildiz osti 1 minus v kvadrat taqsim s kvadrat necha bo'ladi? 0.5 bo'ladi. Ana, ko'p ishlatiladi. Asosiy o'sha tepadagi ikkitasi o'zi. Demak, proton tezligi necha marta ortadi? 2 marta ortadi. Tamam. 1 unit edi, 2 unit bo'ladi. Sekundda chiqadi bu masalalar. Yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlanayotgan jismning chiziqli o'lchami harakat yo'nalishida 1.2 marta kamaysa, uning hajmi qanday o'zgaradi? 1.2 mi? Yo 1.44 mi? Nima uchun? Hajmi deyapti. Biz uzunlikni yozdik-ku. Hajmni ham shunday yozsak bo'ladimi? Ha? Nima uchun? Chunki aytdim, yuzi o'zgarmaydi. Faqat harakat yo'nalishida o'zgaradi. Fazoda ikkita zarracha bir to'g'ri chiziq bo'ylab bir-biriga tomon s taqsim 2 va 8 s taqsim 11 tezlik bilan uchmoqda. Ikkinchi zarrachaning birinchi zarrachaga nisbatan tezligi, nisbiy tezlik. Yashang, birinchi formula. Plusligimi, minusligimi? Nima uchun? Bir-biriga qarab kelyapti, nisbiy tezlik qo'shiladi. Tamom, hisoblang. Hisoblang. Ha. Tezroq. Svetni yoqilgan nazar to'g'rimisin? Ha. Svetni bormi nazar? Kechaga bor, ha? Kechadan beri dars qilmabsizlar emas? Ha. Ana, bir varaq, ikki varaq yozibdi kechadan beri. Ha? Turk litseyda bolalar qalam bilan yozgan aytuvdim sizlarga. Ha? Qalam bilan yozgan, ruchka bilan emas?
Ha, ruchka yetmagan bir kunga. Bir pachka turganda. Stержень tugayni tiqib yozib ketaveradi. Tasavvur qilingizlar, qancha yozgan ular? Bizani Dilbar Abdullayeva degan ustozimiz bor edilar, Xudo rahmat, kvant fizikasida. Bir para darsda 8 bet yozib bo'lar edik, dars soatlari yo'q edi. Shunday 8-bet tugaydi, dars zvonok bo'ladi. Kirishga zvonok bo'ladi, ikkinchi pariyat darslarida. 10:00 shunday eshikni ochadilar, 10:00 bo'ladi. Soat yo'q lekin. 11:20 bo'ladi, 8 bet yozib bo'lgan bo'lamiz. Soatga qaramaymiz biz. 8-bet tugayapti, o'z dars tugaydi deymiz. 8 bet formula. Ketaveradi, psi, shunaqa formulalar. Qusqilariz kelib ketadi. Nima bo'ldi? 0.4. To'g'rimi? Ne chiqdi? 0.93 chiqadi. Ha, yana ko'rasizlar. Ha, ko'rasizlar yana keyin o'zlaringiz. Milliy sertifikatda o'tgan yil tushgan savol ekan. BS 44-savolni men javob ham qo'ydim sizlarga, javob yo'q o'zi aslida ularda. Yopiq, ochiq. Kosmik kema 06 s tezlikda harakat qilmoqda. Ildiz nechi? 08 chiqadi. Ha? Ikkinchi kosmik kema esa unga yetib olmoqda. Agar ularning nisbiy tezligi 08 s bo'lsa, qaysi bu? Ana bu 08 s bo'lsa, bu 06 s bo'lsa, ikkinchi kemaning tezligi qanday deyapti? Lekin ayirish bo'ladimi o'rtasiga? Xo'sh, ana endi yashang nima bo'ladi? Ayrishmi, qo'shishmi? Nima uchun? Yetib olmoqda bir tomonga. Tushundingizmi? Yozing. So'rab olasizlarmi? Yaxshi qilibsizlar. Ishlagan bo'lsangiz ana oldingizdan chiqadi-da. To'g'rimi? Lekin ehtiyot bo'linglar, erta boshqa narsani so'rash mumkin. Ha? Ana uni 08 s qilib o'rishi mumkin. Ha? Qolganlar ham ishlab ko'rsin. Zulayho tushundingizmi? Da. Tushundingizmi? Qani? Ha. Ikkalasi ham minus bo'ladi. Ana, formulasini chiqarib qo'ydim. Nechi ekan nazar? Javob, ha? Lekin javobini yodlamang, o'zgarishi mumkin. Endi mavzular tugagandan keyin men masalalarni o'zgartirishni boshlayman keyin. Bo'ldimi? 35 taqsim 37 bo'lar ekan, ha? To'g'rimi? Buni 140 taqsim 148 desak, keyin 4 ga bo'laversak bo'ladi. Xo'sh, Wolkensteyndan keyingi masala. Kosmik nurlar tarkibidagi mezon ildiz ostida 0.75 s. Ildiz 05 chiqadi. Bular harakat qilmoqda. Mezon xususiy vaqtining necha soatiga Yerda kuzatuvchi soatining 3.2 sekunda bosib keladi. Demak, ildiz 0.5 chiqsa, tau 2 tau 0 bo'ladi. Shundaymi? 6.4 1.6 1.6 sekund chiqadi. Xususiy vaqti u kichkinasi. To'g'rimi? 1.6 sekund chiqadi. Lekin men tejaga qildim. Asli bunaqa emas. Asli Wolkensteyndan javob bor. 1.6 degan javob bor. Tushundingizmi? Beqaror zarra degani nostabil, tez boshqa zarracha aylanib ketadi. Beqaror zarracha yorug'lik tezligining 33.3% ni tashkil etuvchi tezlikda harakat qilsa, nima qo'yamiz? Vega S/3. Qo'zg'almas kuzatuvchining soati bo'yicha uning yashash vaqti necha marta uzayadi? Sizlar ana bu
tezlik so'mda berilsa ham c-likka aylantiringlar izohchi bo'yicha. Chunki c kvadratlar qisqaradida keyin. Tushundingizmi? Tushunmadingizmi? Tamam. V ni o'rniga necha qo'yasiz? C taqsim 3. C taqsim 3. C kvadratlar qisqaradi. 1 taqsim 9. 1 minus 1 taqsim 9. To'g'rimi? 8 taqsim 9. 9 tepaga chiqib ketadi. Ha? Tushundingizmi? Tushunarlimi? 11-sinf. Endi darsliklarda ozgina kalkulyator kerak. Masalalar uncha chiroyli emas. Maktab darsligida sonlarni qisqarmaydi. 11-sinf darslikda ekan, yerga nisbatan 0.99 c tezlik bilan harakatlanayotgan uchar yulduzda qancha vaqt o'tadi? Bu paytda yerda 70 yil o'tsa. Ha? Nazar uchar yulduzga minib olgan ketyapti. 10 yil. Qanday? Darsda aytdingiz deydi, o'zi misol deydi. Ammo xato aytganmiz-ku darsda. Misol uchun dedim darsda. Ha? Shunday misol keltirdim-da, masalan 15 yil deyishim mumkin edi-ku. Masalan 20 yil deydi. Ha? Hisoblab ko'ringlar qani. Kalkulyator kerak. Ha. Chernoyil bormi qayerda? Xo'sh, necha bo'ldi? 1 yil. O nazar o yil dedi-ku. Ha. O nazara chiqmadimi? Necha chiqdi? Aloqat nima bo'ldi? 10 yil. Maloqatda ham 10 yil chiqdi. To'g'ri aytgan ekanda nazar. Intuitsiya borda unda. Ha? Soat 12 so'qi bo'ylab 0.8 c tezlik bilan chiqaringiz 0.6. Tezlik bilan harakatlanmoqda. X 0 paytda soat 0 ni ko'rsatsa, x 240 bo'lganda soat necha mikrosekund ko'rsatadi? Hmm. 240 metrni 0.8 c tezlik bilan o'tdi deb hisoblaymiz? Chunki bu yerda katta tezlik. Ha? Vaqt o'zgaradi. Ha? Demak, mana foydalanamiz mana bundan. Ha, ne chiqdi? Demak 240 metrni o'tish kerak. Hozir shuni klassik fizika qonunlari bilan yeching desa nima deymiz? T barobar S taqsim deymiz. Yechamiz. Lekin kvant bilan yeching deydi ikkinchisida. Endi nima deymiz? Vaqt sekillashadi bunaqa katta tezlikda deymiz. Ha? Vaqtni sekillashishini olamiz. Ana, bu yerdan vaqtni topib olamiz, keltirib qo'yamiz. Ana. V'si 0.8. 0.6 mikrosekund o'tar ekan. Tushundingizmi? Keyingisini o'zlaringiz yechasizlar, qaranglar. Ana. Yechinglar, o'shanga o'xshaydi.
Uni yechgan odam buni ham yechadi. Ha, chiqdimi Akim? Xuddi oldingi masala. O'zi. Miyon degani bitta zarracha bu. Miyon mezon. Atmosferaning yuqori qatlamlarida paydo bo'lib, parchalanishiga qadar 5 kilometrni uchib boradi. 5 kilometrdan keyin boshqa zarrachaga aylanadi. Uni xususiy yashash vaqti 2 mikrosekund bo'lsa, o qanday tezlikda harakatlangan? V barobar S taqsim T desak shunday yetsak bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Chunki bu kvant fizika, ha? Klassik desaydi hozir, tamom V barobar S taqsim T deb yechar edik, ha? 5 kilometrni 2 mikrosekundga bo'lib yechib qo'yar edik. Lekin endi unaqa qilmaymiz. Nima uchun? Vaqt nima qiladi? Vaqt sekinlashadi. Qanday sekinlashadi? Necha marta sekinlashadi? Ana. Mana bu yerga qaraymiz, ana. Ha, chiqmadimi? Tezroq hisoblaylar. Kalkulyator bormi qay? Faqat Zulayho kitob olmagan. Test kitobchani birinchi qismi bu haftada tugaydi, ikkinchi qismi keyingi hafta boshlanadi. Bular Xo'sh, bo'ldimi? Ha? 89 bitta javobim bor ekan. Yaqin ekanana javoblar. Endi maktab darsligida kitoblar shunaqa. No, 99 chiqdi-ku. Qanday sizlarda 88 chiqdi? Hech kimda chiqmadimi? Sizdachi? Maktab darsiga shunaqa, testga olinganda bu qaytib ishlanadi bu narsalar. Bunday qo'yilmaydi. Mayli, qaytib ishlab ko'rasizlar, yozib qo'yinglar. 11-sinf darslik 133-bet 5-mashqda ekan. Darslikdan ko'rib olasizlar. Bo'ldimi? Yana o'sha mashqdan ekan. Agar T0 5 sekund vaqtda Kasanoq sistemasida harakatlanayotgan soat 0.1 sekundga kech qolsa, u qanday tezlikda harakatlangan? Ha. T0 5 sekund bo'lsa, T nechi bo'ladi endi? Shunday, kech qolsa. Mana shu berilganiga e'tibor beringlar. Shunga ko'p adashasizlar. Tamom, endi topish kerak. Qanday tezlik bilan harakatlangan? C ni berish shart emas ekan, C bilan so'rayapti o'zi. Demak, formulamiz aniq. Mana bu yerdan hisoblaymiz. Tezroq. Xo'sh, nechta testimiz bor ekan? Ikkinchi mavzumizda 93 ta test bor ekan. Lekin masalalar juda tez chiqadi. Ta, ikkinchi darajali 13 ta, yani 100 tadan ko'proq test bor ekan o'zi.
Bir o'tirsangiz yechib tashlaysizlar. Ha, Nazar. Xo'sh, bo'ldi. Demak, 0.2 C bilan harakat qilgan bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'sh, keyinchisi DTMda 22-yil. Yerda radioaktiv moddani yarim emirilish davri 5.8 yil ekanligini o'lchadilar. Kosmik kema Yerga nisbatan 0.6 C tezlik bilan ketsa, ildizning ichi 0.8 chiqadi. Kemadagi olim Yerda bo'layotgan tajribani kuzatsa, o'lchaydigan yarim emirilish davri qanday bo'ladi unda? C bo'lsa 0.8 chiqdi ildizning ichi. Ildizning ichi 0.8 bo'lsa 4.64 bo'ladi. Chunki o'zidan kichik bitta ekan, ha? Tushundingizmi? Agar sterjinning tinch holatdagi uzunligi 1 metr bo'lsa, 0.6 C tezlik bilan harakatlanganda 80% qoladi. Tamam? Unaqa eshitdik o'zi. Massasi tinch holatdagi elektronning massasiga teng bo'lishi uchun fotonning energiyasi qanday bo'lishi kerak? m0 C kvadrat bo'lishi kerak. Tamam? Elektronning massasi bor. Faqat elektron voltda aytyapti. Mega elektron voltda aytyapti. Hozir joulda hisoblasangizda 81.9 darajasi minus 15 chiqadi. Ha? MC kvadrat hisoblasangizda lekin 0.1 mega elektron volt. Qaranglar, elektronning massasi tinchlikdagini eslab qolinglar, juda ko'p ishlatiladi shu. 0.51 mega elektron volt. Elektronni, demak elektron to'xtasa, uni qancha energiyasi bor ekan? 0.1 mega elektron volt energiyasi bor. Agar kometaning ko'rinma uzunligi uning xususiy uzunligidan 2 marta kam bo'lsa, kometaning kuzatuvchiga nisbatan tezligi qanaqa bo'ladi? Demak, L ni o'rganib qo'yaman? Yo'q, L 0 taqsim 2 kam bo'lsa deyapti. 2 marta kam bo'lsa degani, ana. Bu L 0 da 2 marta kam. Demak, L 0 taqsim 2. L 0 qisqaradi. Demak, mana bu ildiz nechaga teng ekan? 1 taqsim 2 ga teng. Ildizlarni yo'qotsa bo'ladimi? Kvadrat ko'tarib oling, yo'qoting. Demak, 2 taqsim 2 C. Mana. Bunaqa eshitdik o'zi. Demak, 80% qolgan bo'lsa, 0.6 C tezlik bilan kelgan. Yodlab olinglar ana shuni. 0.8, 0.6 larni juda ko'p ishlatiladi. Xo'sh, L taqsim L0 ning tezlikka bog'liq grafigi berilgan. Qaysi to'g'ri keladi bizning formulamizga? Ana formulamiz aniq. Ha. Nima bo'ladi L? Tezlik oshgan sari? Qanday oshadi? Kamayapti-ku. Uzunlikning relativistik qisqarishi dedik. Shuning uchun yodlab olinglar. Endi qaranglar. 3 ham bor, 4 ham bor. Ikkalasi ham qisqaryapti, kamayapti. Nima dedik? C ga yaqin bo'laveradi, keyin qisqaradi dedik, ha? Xo'sh, tinchlikdagi uzunligi L0 bo'lgan sterjin relativistik tezlik bilan harakatlanganda uning uzunligi L ga teng bo'ldi. Formulasini tezligini topinglar.
Demak, 4-formulamizdan tezlik topamiz. To'g'rimi? Ha. Mana ko'chiradi. To'p deb bo'lsa, hisoblash o'zingiz hisoblayveramiz, o'zimiz to'playmiz. Erta u yerda yoningizda bo'lmaydi, Akimov. Nima qilasiz? Ha? Bejavob. Bir tekis zaryadlangan metall sterjin o'z uzunligi bo'yicha 0.6 s tezlik bilan harakat qilmoqda. Necha marta qisqaradi uzunligi? 20% ga qisqaradi. Xo'sh, sterjinning chiziqli zaryad zichligi qanday o'zgaradi? Nima degani chiziqli zaryad zichligi? 1 metrga qanday taqsimlangan? Chiziqli zaryad zichligi deyapti-ku. 1 metrda qanday taqsimlangan? Endi savol, uzunlik qisqarar ekan 20% ga. Zaryadchi? Zaryadning miqdori ham o'zgaradimi, yo'qmi? Tezlikda. Kamayadimi? Balki ko'payar. Balki o'zgarmas. Qani isbot? Aytmadim-ku. Yuz emas, zaryadni aytyapman. Zaryad o'zgaradimi, yo'qmi? Mana, ana shuni zaryadi 100 kulon. 0.6 s tezlik bilan yugurdim. Necha kulon bo'ladi? Kim aytdi shuni? Qayerdan oldik shu gapni? Qaysi mavzudan? 28-mavzuda aytganman. Zaryadni miqdori uni qaysi temaga qaralayotganiga, harakat tezligiga bog'liq emas. Bu to'xtasa ham, harakat qilsa ham o'sha. Demak, zaryad o'zgarmadi. Chiziqli zichlik nima bo'ladi? Necha marta? Nima? Tasavvur qiling. 1 metrda uzunligi taqsimlangan, ha? Endi uzunligi 80 sm bo'ldi. O'zi zichlashadi-ku. Ha? Tushundingizmi? Bular hammasi aytilmaydi. O'ylang, topasiz, harakat qilsangiz. Tushundingizmi? Nima bo'lganini? Demak, uzunlikni qisqarishini topib oldik, ha? Ana endi zaryadni uzunlik bo'yicha taqsimotini ko'ramiz. Demak, 1.5 marta ortar ekan. Elektronning tinchlikdagi massasi m0, Yerga nisbatan 0.2 s tezlik bilan uchayotgan kosmik kemadagi olim ilmiy asboblar bilan Yerdagi elektron massasini o'lchasa, qanday natija oladi? Bu ham nima? Juda kalkulyator bilan hisoblaydiganda sonlarga e'tibor berishlaringiz kerak. Javoblarni qaranglar. Tezlik noqulay berilganda 1.02 ekan taxminan. Shuna yaqin chiqdim. Lekin oxirgi yillarda bunaqa noo'xshov masalalar berilmayapti. Sonlari chiroyli berilyapti oxirida. Agar proton 240 ming km/sekund nechisi nazar? 0.8 s. Demak, ildiz nechi chiqadi? 0.6 chiqadi. Harakatlansa, uning massasi tinchlikdagi massasidan necha marta katta bo'ladi? Ildiz 0.6. 1.17 marta katta bo'ladi. Tushundingizmi? Harakatdagi elektronning massasi qanday tezlikda uning tinch holatdagi massasidan 2 marta katta bo'ladi? Yechmasdan javobni aytsangiz bo'ladi. 2.6 darajasi 8. To'g'rimi? Bitta o'zi o'shanga yaqin bo'ldi-ku. Bunchalik chiqib ketmaydi-ku 10 barobarlab. To'g'rimi? S ga yaqin borishimiz kerak-da. Bo'lmasa bilinmaydi. Agar elektron 0.87 s, necha s deymiz buni? 0.87 s necha deymiz? Necha deymiz? 53/2.
Ildiz 3/2 bilan hisoblashga qulay qilib olasizlar. Harakatlanayotgan bo'lsa, uning massasi tinchlik massasidan necha marta katta bo'ladi. Qaranglar, bekordan 0,87 bermaydi-da. Tushundingizlarmi? Ana shularga e'tibor beringlar, sonlarga. Agar proton nechisi? 0,8 se. Ildiz nechi chiqadi? 0,6. Se tezlikgacha tezlashtirilsa, uning massasi nimaga teng bo'ladi? O'zi 1 unit ekan. Tushundingizlarmi? Agar elektronning tezligi 0,6 se, ildiz nechi chiqadi? 0,8. Uni massasi necha marta o'zgaradi? 1,8 0,6 se. Bular harakatlangan zarraning massasi tinchlik massasidan necha foizga ko'p? 1,25 chiqadi, 25% ga ko'p. Zarraning qanday tezligida uning harakatdagi massasi uning tinchlik massasidan 40% ga ko'p bo'ladi? 0,12. Demak, mana bu nechiga teng bo'lyapti ildiz nechi? 0,8. Qanday? Ildiz nechiga teng o'zi? Bu nechiga teng massa? 40% ga ko'p dedi. 1,4 m0, m0 lar qisqaradi. 1 taqsim bu 1,4 ga teng ekan. Bu demak 1 taqsim 1,4 ga teng. Ha, 5 taqsim 7. Ha, ana shuni ildizga ko'tarasiz. Tamam, u yoq chiqadi. Xo'sh, massani m taqsim m0 ni tezlikka bog'liq. Endi qana 3 bo'ladi-da? Diyor, hozir ana buni 3 deydingizlar, ha, uzunlikni. Uzunlik qisqaradi, massa ortadi, teskari bo'lishi aniq-ku. Teskari bo'lishi aniq, faqat 1 bilan 2 dan 2 ni olamiz nima uchun? Katta tezliklarda bilinadi. Boshida bilinmaydi u. Shuni eslab qolinglar. Bo'lmasa topa olmaysizlar bu yerda. Elektronning kitoblarida keltirilgan tinchlikdagi massasi 9,1 kilogramm. Elektronning impulsi 100 m0 se qiymatga erishishi mumkinmi? Ha? Qanday? Isbotlang. Tezligi 100 se bo'lmaydi-ku. Tezligi C dan katta bo'lmaydi, aniq. C ham bo'la olmaydi, aniq. Demak, massasi 100 martadan ko'p o'zgarishi mumkinmi? Qaranglar qani. Massa 100 martadan ko'p o'zgarsa, tezlik C dan katta bo'lib ketmaydimi? Ha? Ya, ana qaranglar. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Demak, bu qachon elektron impulsi 100 m0 se bo'ladi? Qachonki uning massasi 100 martadan ko'p oshsa? Oshadi 100 martadan ko'p. Ana shu tezlikda bo'lar ekan. Sedan kichik. Zarraning relativistik impulsi Newton impulsidan 2 marta katta. Newton degani klassik fizikada. Zarraning tezligini toping. Savol tushundingizmi? Relativistik impuls bor, klassik impuls bor. Relativistik deganda nima o'zgaradi? Massa ham o'zgaradi, tezlik ham o'zgaradi. Klassikda faqat tezlik. Xo'sh. Nima qilamiz? Yordam berdim ancha.
Xo'sh. Demak, relativistik impulsda massa o'zgaradi. To'g'rimi? Massa o'zgaradi. Mana bu relativistik impuls, bu klassik. Yani klassikda massasi m nolgacha turaveradi. Qanaqa tezlik bo'lsa ham. Demak, asosiy o'zgarish massa bilan-da tezlik bir xil ikkalasida ham. Tushunaymi? Ikkalasini nisbati 2m0 v bo'ldi, to'g'rimi? Aytibdi mana bu yerda. Mana zarraning relativistik impulsi Newton impulsidan 2 marta katta. Ya'ni massasi 2 marta ortdi demoqchi-da. Tushundingizmi? Qaranglar, doskada tushuntiraman, tushunmadingizlar. Mana masalan zarrani impulsini toping dedi. Masalan, milliy sertifikatda ikkitalik savol. A'si klassik usulda toping dedi. Klassik usulda. Nima qilamiz? M v deymiz, topamiz. M0 berilgan bo'ladi. Endi kvantda toping dedi. Nima qilamiz? M0 taqsim ildiz osti 1 minus v kvadrat taqsim c kvadrat v. Bo'lib o'rsak bari v la ketadi-da. Demak, klassik bilan kvantning farqi nima ekan? Kvantda massasi marta ortiq bo'ladi. Massasi necha marta ortsa, shuncha ortiq bo'ladi. Demak, impulslarni o'zgarishini topib o'tirish kerak emas ekan. Massa necha marta ortsa, shuncha ekan u ham ortishi. Tamam? Massa mana impuls 2 marta ortgan bo'lsa, massa ham 2 marta ortgan. Massa 2 marta ortishi uchun tezlik necha marta ortishi kerak? Shuni topasiz, tamam? Tushundingizmi? Suvning zichligi 1000 kilogramm taqsim metr kub ekanligi ma'lum. Agar 0.6 c tezlikda uchayotgan kosmik kemada kosmonavt optik va boshqa asboblar bilan yerdagi suvning zichligini o'lchasa qanday natija oladi? Nima uchun? Mana roni formulasi berilmagan sizlarda. Ana qarang. M ni o'zi rho v da yoki buni o'zi rho s l. To'g'rimi? Hozir roni topsak nima bo'ladi? M taqsim s l. M da mahrajida ildiz bor, l da ko'paytma ildiz bor. Ko'payapti ikkalasi. To'g'rimi ana? Buni mahrajidagi ildiz bilan buni ko'p ana buni yozamiz hozir. M0 ildiz osti 1 minus v kvadrat taqsim c kvadrat deymiz. Bunichi L0 ildiz osti 1 minus v kvadrat taqsim c kvadrat deymiz. Ikkita ildizga ketadi-da. Demak, rho ni formulasi qanday bo'lib qoladi? Rho teng rho 0 1 minus v kvadrat taqsim c kvadrat bo'ladi. Ildiz bo'lmaydi rho da. Esda qoladimi? Rho da ildiz bo'lmaydi. Bu yerda ildizlik ham javob bor-da. Shunga ehtiyot bo'linglar. Esda qoladimi? Bu berilmaydi mana formulasilarda. Agar 0.6 c tezlikda uchayotgan kosmik kemada kosmonavt optik va boshqa asboblar bilan yerdagi olmosning zichligi 5468.75 kilogramm taqsim metr kub ekanligini o'lchasa, olmosning zichligi aslida qanday? 4370. Demak, formulasini bildik. Shu bilan hisoblaymiz. 3,5 metr. Aslida qanday dedi? Ronalni toping deyapti endi. Jism 0.89 c tezlik bilan harakatlanmoqda. Uning zichligi tinch holatdagiga nisbatan qanday o'zgaradi? Necha marta o'zgaradi? Ana shuncha martada 1 minus v kvadrat taqsim c kvadrat marta o'zgaradi. Ortadimi kamayadimi zichlik? Taxminan 5 marta ortadi. Tushundingizmi? Ana buni eslab qo'yinglar. Ortadi kamayadida qiynalsangizlar, mana massa ortayapti. Ha?
O'lcham kamayapti, zichlik ortadi-da. Ko'p ortib ketadi zichlik. Chunki o'zi o'lcham kamaymasa ham massa ortishidan zichlik ortar edi. Buni ustiga o'lchami ham kamayapti. Yana ortadi uni ustiga. Shu uchun bu yerda ildiz ham yo'qolib ketadi. Juda tez bilinadi buni o'zgarishi. Xo'sh, zichlikning o'zgarishi qaysi endi? Ha? Nima 2 emas? Hozir aytdim, bu tez bilinadi bu zichlikning o'zgarishi. Chunki ikkita narsa hisobidan ketyapti. Ham massaning ortishi hisobidan zichlik ortadi, ham uzunlikning qisqarishidan zichlik ortadi. Ikkita o'lgan ustiga tepgan deydi-ku, ana shuna. 2 bu. Ham qisilyapti, ham massa ortib ketyapti. U zichlikning ortishini tasavvur qiling. Massaniki bilan bir xil bo'lmaydi deyman uniki. Ikkita elektron bir-biriga 0.9 va 0.9 tezliklar bilan yaqinlashmoqda. Ularning nisbiy tezligi qanday? M xato bo'libdi, tuzatamiz buni. Ha. Qaysi formula? Maloqat? Birinchi formula plyusmi minusmi? Plyus nima uchun? Bir-biriga qarab necha bo'lar ekan? Xush. Yaqinlashmoqda M xato bo'libdi-da mana bu yerda. o'n sakkizinchi yil axborotnomadan ekan bu savol. Ikkita kosmik kema Yerdan qarama-qarshi tomonga harakat qilmoqda va ularning har birining Yerga nisbatan tezligi 0.5 c. Birinchi kemaning ikkinchi kemaga nisbatan tezligi. Qarama-qarshi ketyapti. Nima bo'ladi? Plyusmi minusmi? Ayramizmi? Qarama-qarshi ketsa. Qarama-qarshiku. Tushundingizmi? Ya tushunmadim. Qarang, klassik fizikada qanday bo'lsa, bu yerda ham shunday. Ana shu yerda nazar keling. Maylimi? Yo'q, qiziq oching. Qarang. Biza qarama-qarshi tomonga uzoqlashmoqda maza. Buni tezligi 1 metr sekund, meniki ham 1 metr sekund. Nisbiy tezligimiz qo'shildi-ku. Qo'shildimi? Ha, bu ham qo'shiladi-da. Tushundingizmi? Uzrda endi bezovta qilishsiz. Tezligi 0.9 c tezlik bo'lgan elektron, tezligi 0.9 c bo'lgan elektron, tezligi 0.8 c bo'lgan ikkinchi elektronga yetib olmoqda nazar. Ana endi ayiramiz. Ularning nisbiy tezligi klassik qonun bo'yicha. Nima butun? Klassik desa, milliyda shunga ikkitalik qilsa. Lekin hozir kvant bilan topasizlar, aytmasa. Aytmasa kvant bilan topasizlar katta tezliklarda. Aytsa taxminan shunday tasavvur qiling desa topasizlar. To'g'rimi? Men bu yerga plyus deb yozganim bilan ana bu yerga minus olib ketganman. Yo'q, qani? Ana bu yerga minus bor qani? Ana minus chiqadi deb berib ko'paytmadi. Tushunarlimi? Ketdik. Kosmik kemalar bir xil yo'nalishda, bir xil 0.5 c tezlik bilan uchmoqda. Nisbiy tezlik desa? Qo'shamizmi, ayramizmi? Qo'shamizmi, ayramizmi? Ayramiz bir yo'nalishda bo'lsa. Nisbiy so'rasa bilmayman, nima so'raymiz, ko'ramiz. Birinchi kosmik kemadagi olim kemadagi yukning massasini 1 kilogramm ekanligini qayd qildi, o'lchadi. Mana shuni o'lchab ko'rdi, 1 kilogramm ekan. Ikkinchi kemadagi olim o'z kemasidan turib, birinchi kemadagi mana bu yukning massasini o'lchasa qanday natija oladi? Nisbiy tezlik. To'g'ri aytyapti-ku.
Mana hozir nazar boshqa kemada, men boshqa kemada, lekin nazar bilan men bir tomonga bir xil tezlikda ketyapman. Men nazarga nisbatan tezligim 0 bo'lsa, demak massa o'zgaradimi? O'zgarmayapti. Ko'ryapsan to'g'rimi nazarni aytgani? Shunday deyapti nazar. To'g'ri aytibdi. Qaranglar. Qaysi bir ko'p energiyaga ega? 1 kilogramm suv, 1 kilogramm ko'mir, 1 kilogramm benzin. Qancha energiyasi? mc kvadrat. Bittasi gramm ekan. Gramm yozilgan-ku. Bu teng. Ko'zlaringizni o'rgatay deyman-da sizlarni yolg'onlarga. Keyin ishonmaysizlar hech kimga. Sizlar hali yoshda, sizlar hamma narsaga ishonib ketaverasizlar. Erta hayotda katta bo'laverasizlar, juda yolg'on ko'pda hayotda. Keyin odamlar rostga ham ishonmaydigan bo'lib qoladi. O'zlar odamlar ishonmaydi. Adidas deb yozilgan bo'lsa, haqiqiy Adidas bo'lsa ham odamlar ishonmaydi. Ya deydi, padelka deydi. Chunki juda ko'p padelkada bizda. Shuning uchun bizda ishonmaydi. O'sha rostga ham ishonmaydigan bo'lib qolgan ko'pchilik. Eng massali ko'mir qanday energiyaga ega? mc kvadrat. 0.6 s tezlik bilan harakatlanayotgan zarraning kinetik energiyasi uning tinchlikdagi energiyasidan necha marta kichik? Qani kinetik energiya? Ana, kinetik degani mc kvadrat minus m0 s kvadrat. M deganimiz ana. To'g'rimi? M necha marta ortgan? 0.6 bo'lsa, ildiz necha 0.8 chiqadimi? Shunaymi? Endi men tayyorga qo'ydim, 4 marta bo'ladi. To'g'rimi? Zarraning tezligi qanday bo'lganda, uning kinetik energiyasi tinchlikdagi energiyasidan 2 marta katta bo'ladi. Hozirgina bu formula sizga berilgan. Kinetik energiya degani mana qarang. Bunday yozsangiz ham bo'ladi kinetik energiyani yoki kinetik energiyani mana bunday yozsangiz ham bo'ladi ana. Y kinetik teng mc kvadrat minus m0 s kvadrat. Ana. Bunaga eslaringiz yaxshi qoladi. Kinetik energiya degani nima? Jismni to'liq energiyasidan nimani ayirib tashlaymiz? Tinchlikdagini. Tushundingizmi? Ana tasavvur qiling, meni energiyam qancha hozir? Energiyam qancha? m0 s kvadrat. Endi yugurdim, shunaqa tezlikda yugurdim, massam 2 marta ortdi. Kinetik energiyam qancha? Kinetik energiyam qancha? Qancha? Necha m0 s kvadrat? m0 s kvadratda? Ana qarang. Massam nima bo'ldi? 2 marta ortdi degani 2 ta m0 bo'ldimi? 2 m0 s kvadratda m0 s kvadratda edi. m0 s kvadratga ortdi. Demak, yugurganingizda, tez harakat qilganingizda energiyangiz qancha ortadi? O'sha nima ekan? Kinetik energiya. Tushunyapsizlarmi? Ana, kinetik energiya degani nima ekan? Relativistik fizikada kinetik energiya nima ekan? Harakat paytida qancha energiya oladi? Klassikda ham shu edi-ku. Klassikda ana. Shuni kinetik energiyasi qancha bizga nisbatan? Mana shuni qancha? 0. Ketyapti endi. Ha, bu yerda ham shuda. Harakat paytida bor, harakat qilmasa yo'q. Harakat qilmasa mc kvadrat nimaga teng? Jism harakat qilmayotgan bo'lsa mc kvadrat nimaga teng? m0 s kvadratga teng. Молодец, Nazariy. Ha? Har masala yechganda adrenalin ajraladida unda. Tushunarlimi? Elastiklik koeffitsiyenti 20 kilonewton taqsim metr bo'lgan prujina 30 santimetrga cho'zilsa, uning massasi qanchaga ortadi? Tamam. Tushundingizmi? Ana, demak ana bu nimaga qo'yamiz joyiga?
K delta x kvadrat taqsim 2. O'shani s kvadratga bo'lib olsa, delta m chiqadi. Tamam? Bejo. Nazar ham yechar edi birinchi, nimadir bo'ldi unga. Yaxshi, shu masala aytsangizlar maza qilasizlarmi? Ha, shuna bo'lsa charchamaysizlar keyin. Ana odam qaysi ishga maza qilsa, u charchamaydi. Qancha o'sha ishni qilsa ham charchamaydi. Se bo'ldi. Demak, tenglashtiramiz ikkalasini. Shu yerdan topamiz. B bo'ldi-ku. Ha? Adashmaylar. Nollarga qaranglar. 1 kilogramm suvning temperaturasi 81 kelvinga orttirilsa, uning massasi qanchaga ortadi? Endi nima qilamiz? Yasha. Endi buni o'rniga Cm delta T ni olamiz. Seni ham qisqartirmaylar yana. U boshqasi, bu boshqasi. Ana. 4200 deb olaveringlar. 4100 deb qilsangiz. Sog' yemarsizlarmi? Qaysi? S. Nazar chiqdimi? S javob berdi. Yaxshi. Massasi 20 kilogramm bo'lgan azot doimiy bosimda 0 grad Selsiyadan 200 grad Selsiyagacha qizdirildi. Azotning massasi qanchaga ortgan? Azotning solishtirmay sirsig'im berilgan. Bu yerda ham Cm delta T ni keltirib qo'yish kerak, ha? S'larni qisqartirmaysizlar. A javob ekan. Nima B javob chiqdi sizlarda? To'g'rimi? Quyoshning nurlanishi 3.78 10^26 vatt. 1 sekundda quyosh nurlanishi natijasida qanchaga massasi kamayapti? Quyosh kichkina bo'lib ketyapti dedik, ha? Endi shuni topinglar. Ha. O qancha energiya chiqaryapti quyosh? Bir sekunddagi energiya degani, 1 sekunddagi quvvat o'zi o'sha energiyaga teng, to'g'rimi? Sizlar birni qo'yib o'tirmaysizlar-ku. Qarang, 1 dedim. Quyoshning massasi qanchaga kamaydi? 4.2 milliard kilogrammga kamaydi. 1 deganimizda. Tasavvur qilyapsizlarmi, quyosh qanaqa kichik bo'lib ketyapti? Nazar, kam vaqt qoldi? Ha. Tugaydi yaqinda. Shoshib qolish kerak. Ha? Endi quyoshning massasi qarang, 1 sekundda shuncha kamayapti, ha? Quyoshni o'zini massasi bilan solishtiring, qanaqacha farq. Quyoshda tezlanish bor, juda kam, yerda. Juda kam bu. O'zgaradi. O'zgaradi. Lekin hali juda kam. Bu 100 yillarda bilinyapti. Kunlarning o'zgarishi 1 sekund. 1 sekunddan ham kichik, ha. 100 yillarda bilinyapti. Juda kam bu narsa. Zarraning kinetik energiyasi uning tinchlikdagi energiyasiga teng bo'lgan paytdagi tezligini topinglar. Demak, massasi qancha ortgan? Demak, massa qancha ortgan? Qachon teng bo'ladi kinetik energiya tinchlikdagi energiyaga? Ha?
Massa necha marta ortsa? Nima uchun? Sizlarga o'zim ana buni nima uchun yozdim bu yerda? Ana qaranglar. Kinetik energiya degani, mana bu tinchlikdagi energiya o'zini ana bu to'liq energiya. Bu qanchaga ortdi degani. Ana kinetik energiya bunga teng degani bu 2 marta ortdi degani-da. To'g'rimi? Tav massa 2 marta ortdi degani. Massa qachon 2 marta ortadi deyapti-da. Tushundingizmi? Bo'lmasa, ana shuni o'zingizlar tushunmasangizlar, qarang. Nima qilasiz? Kinetik energiyani yozasiz, keltirib chiqarasiz, joyiga qo'yasiz. Mana shu beja bo'lib chiqadi. Undan ko'ra, mana aytayotgan usul oson-ku. Bu yozganim emas doskada, ekrandagi. Ana aytgan usulim. Kinetik energiya m0 s kvadratga teng bo'lishi uchun, ana bu yerdan qaraylik ana. Bu m0 s kvadratga teng bo'lishi uchun tinchlikdagiga bu 2 ta m0 s kvadratga teng bo'lishi kerak. Demak, m 2 ta m0 ga teng bo'lishi kerak. Tamom mana. M 2 ta m0 ga teng bo'lishi uchun bu nechaga teng bo'lishi kerak? 1 taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak. Yoki ildiz ichi 1 taqsim 4 ga teng bo'lishi kerak. Tamom mana. Ana shunday qilsangizlar tez chiqadi. Bu masalalarni sizlar yechgan-ku. Lekin endi shuni yechinglarki, nima qilsak endi tez yechamiz. Tez yo'lini topinglar, oson yo'llarini topish kerak. Sizlar endi ekrandagi yo'llarga qaramanglar. Bundan osonlarni qidiraylik endi. Qanday qilsak oson yechiladi. Mulohazali masalalarga keldik. 11-sinf viloyat olimpiadasida shu yil tushgan savol ekan sizga. Sizdami? Kosmik nurlar tarkibidagi mezon yorug'lik tezligining 95% ni tashkil qiluvchi tezlikda harakat qilmoqda. Mezon xususiy vaqtining necha millisekundiga Yerdagi kuzatuvchi soatining 6,4 millisekund vaqti mos keladi. 3-qism eng ko'p ball beriladigan savollar deydi. Yetgandingizmi? Nima uchun? Hozir ikkita eshitdik bunaqa darsda. 3-si bu. Eski yillardan hozir eshitdik-da, yo'q, bu deganim oldingi yilda ham yechilgan bu savol. Eski savol bu. Faqat olimpiadada shu yil tushganda. Ha. (0.95 bo'lish kerak tezlik, tushunaymi? 0.95 s. Demak, v 0.95 s bo'lsa, t taxminan 2 millisekund bo'lar ekan. To'g'rimi? Yo'qsa ko'rasizlar. Kalkulyator berdimi olimpiadada? Kalkulyator bergan, kalkulyator bilan hisoblaydigan formulada. Milliy reytingda o'tgan yil tushgan savol, qarang, shu yil DTMda kelib tushgan. Sizlar ana unga e'tibor beringlar. Buni qarang. Oldingi yil mana 1-dekabrda tushyapti. Ha? Milliyda. Yana DTMda ham tushyapti. Ikkalasida ham tushyapti. Tinchlikdagi massasi m bo'lgan zarraning 0.8 s tezlikdagi impulsini toping. 0.8 s tezlikda ildiz ichida chiqadi? 0.6 chiqadi. Xo'sh, impulsini olib yozamiz. M verib yozamiz. M ni tinchlikdagi massani m deyapti, o'sha m nolda o'sha. Ha, endi haqiqiy m nechi bo'ladi mana bu? Ha. Uni keltirib qo'yamiz o'rniga. Tezlikni ham o'rniga 0.8 s ni qo'yamiz. Ha? Nechi bo'lar ekan? Tushundingizmi? Qiyin emas, o'xshaydi o'sha savollarga. To'g'rimi? Yana 1-dekabrda tushgan savol, ikkitalik savollardan ekan. Tinchlikdagi massasi 10⁻⁸ kilogramm bo'lgan zarraning tezligi 0.6 s ga teng ildiz ichiga chiqadi? 0.8 chiqadi. Zarraning kinetik energiyasini klassik usulda toping. Klassik usulda. Nima degani? mv taqsim 2 hisoblang. Nazoram aytsin. Demak, klassik usulda desa, oddiygina mv kvadrat taqsim 2 hisoblaymiz. Endi relativistik usulda toping, ya'ni to'g'ri hisoblang deyapti. Endi nima qilamiz? Kinetik energiyasini. Ana, kinetik energiya. Ha, bu ham o'sha ikkalasi bir xil.
Ha, bu yerda ochib yozdim men formulani. Bu yerda buni yozdim. Xohlaganingizda yeching. Ha. 0,6 C bo'lsa, ildizning ichi 0,8 chiqadi. Ha? Ana. Ildizning ichi 0,8 chiqsa, bu nechi bo'ladi? 1,25 m0C. 1,25 dan 1 ni ayirsak, 0,25 m0C kvadrat. Tamam, kinetik energiya 0,25 m0C kvadrat ekan. Tamam? Tushundingizmi? Ekrandagi usul eslaringizda qolmaydi formula. Shu uchun men sizlarga doskarak formula bilan tushuntiryapman. M C kvadratdan M0 C kvadratni ayirsangiz nima chiqar ekan? Kinetik energiya chiqadi. Ya'ni to'liq energiyadan tinchlikdagi energiyani ayirsangiz kinetik energiya chiqadi. To'liq energiyani qanday hisoblaymiz? Tezlik 0,6 C bo'lsa, ildizning ichi 0,8 chiqadi. 1 soat 1 taqsim 0,8 1,25 bo'ladi. Ya'ni massa 1,25 marta ortadi. 1,25 MC kvadrat M0C kvadratdan M0C kvadratdan ayirsak 0,25 M0C kvadrat qoladi. To'g'rimi? Tamom. Yana milliy reytingda tushgan savol. Ko'p tushdi o'shanda. 0,6 C tezlik bilan ildizning ichi 0,8. Massa necha marta o'rtayapti? 1,25 marta o'zi ishlatdik. Tezlik bilan harakatda o'tgan zarraning impulsi P ga, to'la energiyasi Y ga teng. Zarraning 0,8 C tezlik bilan harakatlangandagi to'la energiyasini toping. Endi 0,8 bo'lganda M necha marta ortadi? Ha, 1,7 marta ortadi. To'g'rimi? Unda 1,25 marta ortadi. Bunisida to'la energiya qanday bo'ladi? Demak, ikkita holatni yozishimiz kerak-da. 0,6 C bilan, ya'ni 1,25 marta ortganda 1,67. 1,67 ni lekin to'g'ri yozasizlar kasrlik qilib. Chunki qaranglar, kasrlik chiqyapti-da javoblar. Ha. Demak, to'la energiya mc kvadrat. To'g'rimi? M ni o'zini aytdik, o'zi m 0 taqsim 1 minus ildiz osti 1 minus c kvadrat taqsim c kvadrat. Shundan m 0 c kvadrat boshida demak 0,8 y bo'lgan, ha? Endi m 0 c kvadrat keyin 0,6 y 2 bo'lgan ikkinchisida. Mana bularni o'zgarish bilan olyapmiz. Demak, ikkinchi holatda y 4 taqsim 3 marta ortgan. Tezlik ortganda, to'g'rimi? 0,6 C bo'lgandan ko'ra 0,8 C bo'lganda 4 taqsim 3 marta ortgan y'si. Shuni so'rayapman, tamom. Buni davomi ham bor, ana B'si. Endi impulsini aniqlang. Ikkinchi holatda qanday bo'lgan impulsi? Boshida P bo'lgan bo'lsa, endi qanday bo'lgan? Mana y bo'lgan edi, 0,6 C tezlikda, 0,8 C tezlikda 3 taqsim 4 taqsim 3 y bo'ldi, ha? Impulsi P bo'lgan nechi bo'ladi endi? Xuddi hozirgi ishimizni qilamiz. P ni keltirib qo'yamiz ana. Demak, boshida P qanday bo'lgan, keyin qanday bo'lgan ikkinchi holatda. Demak, bir-biriga bo'lib o'rsak, demak 16 P taqsim 9 marta nima qilgan impuls? Ortgan. Tushundingizmi? O'zlar tushib ketmasangizlar bo'ldi. Charcharmi nimadan nazar? 10-oktyabrda o'tgan yil tushgan savol, milliyda. Yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakat qilayotgan zarraning to'la energiyasi Y, impulsi P ga teng bo'lsa, zarraning tinchlikdagi massasi qanday bo'ladi? Demak, to'la energiya Y, impulsi P, tinchlikdagi massasini toping. Qanday topamiz? Demak, to'liq energiyani formulasi ana 8-formula.
Ekranda ham chiqardim. Ana 8-formula. Shundan ham bitta yechaylik. A bilan C bir xil. Plus qilamiz deb bittasini. Yani. A'ni plus qilamiz, ha? Ana. Bo'ldimi? Yo'qsharimi? Ha? Kosmik kema 0.6 tezlikda harakat qilmoqda, ikkinchi kosmik kema esa unga yetib olmoqda. Agar ularning nisbiy tezligi 0.8 cm bo'lsa, ikkinchi kemaning tezligini klassik usulda toping. Ebi? Xato ketdi. Xato ketdi. Ikkinchi kosmik kema unga yetib olmoqda. Agar ularning, qaranglar. Ularning nisbiy tezligi 0.8 c bo'lsa, ikkinchi kemaning tezligini toping deyapti. V2 ni. Sizlar nisbiyini topib qo'ydingizlar-ku? Nazar gap beraman deydi, ha? O'zi olotlikda ko'p gapirmaydi asli. Şimdi bu qo'shilib ketganmi nimada? Ha? Ya turkmanlar, o'zbeklar bilan qo'shilib ketganmiz deyman siz. Tushundingizmi buni? Tugadi milliyning savollari. Zarraning tezligi 0.7 c, impulsi p bo'lsa, to'liq energiyasi nimaga teng? Shuni ham yechinglar. Xo'sh, nima qilasizlar endi? Xo'sh, yechinglar ham. Bejavob. Nazarda-chi? Nazar yechmadimi nazar? Ha? Impuls demak mv, ha? Impuls v esa 0.7 c, m ni o'rniga nima qo'yamiz? Shu yerdan massani topib oldik. Ana endi kelib buni to'liq energiyaga qo'yamiz. To'liq energiya mc kvadrat. Shu yerdan endi topamiz. To'g'ri? Kimda chiqdi? 8 dan ko'ra bu formula o'zi qulayroqda. Ha? Sakkizda m0 bor-ku. Hozir uni m0 c kvadratni sizlar undan yo'qotishlaringiz kerak-da mana bu yerdan. 8 ni o'zi ishlatish 8 dan ham bo'ladi. Lekin qaranglar, buni qana yo'qotasizlar m0 ni. Ana buni o'rniga 0.7 c qo'yasizlar. C kvadratlar qisqaradi, bu 0.49 bo'ladi, bu ildiz 0.51 bo'ladi. O'zi qiyin bo'lib ketadi bu masala. Buni ketishlar. Bu yil osonda bu yerda. Tushundingizmi? Ha. Hada. Bu yerda o'zi yaxshi chiqadi. Shu uchun e'tibor beringlar. O'sha ancha masalasini yechdik o'zi. Yetadi shu yergacha. Nazarni ko'p charchatmaylik.